Hammaga salom. Men bugun sizlarga videomdan maqsad men Koreyadan O'zbekistonga yuboy tovarlar yetkazib berish xizmatidan foydalanaman. Конечно, hozir bunday xizmatlar juda ham ko'p. Bundalar juda ham o'zgarishlar yetarli darajada topishim mumkin. Men ulardan yaxshi, men ulardan zo'r deb o'zimni osmoqmoqchi emasman. Bu o'shalar qatori men ham yetkazib beraman demoqchiman. Original juda tovarlar men boshqaniki yaxshi, yomon meniki yaxshi degan so'zlarga u qadar ishona bermayman. Hammaning o'ziga vijdoniga havola. Kimdir o'sha O'zbekistonning podvalda yetishtirilayotgan tovarlarni sizlarga chiqarib beryapti lekin mana men sizlarga haqiqiy original birinchi qo'l tovarlar o'shaning men sizlarga arzon tarzda yetkazib beryapman demoqda. Bu endi hammaning o'zining vijdoniga havola. Bu endi hamma degani emas. Bu ba'zilar shundaylar mavjud. Boshqalarni muhokama qilmoqchi emasman. Kim xohlasa murojaat qilishini so'rayman. Demak, men sizlarga hozir qanday tavsiya qilish mumkin? Endi tovarlardan ba'zilarini ko'rsatishga harakat qilaman. Imkon qadar qisqaroq video qilishga harakat qilaman. Mana bunday vitamin C nabor. Demak, liposoma, vitamin C bilan kuch tozalash va oqartirish xususiyatiga ega mavjud. Bizda bu shunda mist toner serum juda chuqur va yaxshi ta'sirga ega. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana hozir chaqirganimda bu yog'i aralashib ketdi. Ishlatishdan avval albatta mana shunday 3 martadan 5 martagacha chayqab olish shart. Shunda yog' bilan aralashib yuzingizga sekin tekstura beradi. Ishonchli. Bu bizda o'ta nima deydi? Ishonchsiz terilar bo'ladi. O'zingiz teksturangizga ishonmaydigan o'sha terilarni yaxshilab berishga sizga yordam beradi. Shunda bizda SPF kremi va bu adashmang. Bu shunda pudra emas, bu pudra balzam, ampul balzam. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Buni ko'rib, bu siz pudra deb o'ylamang. Bu imенно balzam. Mana bunday. Yuzingizdagi ortiqcha keraksiz nuqtalar va boshqalarni juda ham chiroyli, super darajada yotqizib, yopishtirib beradi. Va bizda shunday yana nimalar bor? Yana ham sizga tavsiya qilish mumkin. Mana bunday nabor soch to'kilishiga qarshi. Bizda shunda toner mavjud, essensiya mavjud va ampula. Bular hammasi soch uchun. Mana bunday yana shampun ham mavjud. Bular hammasi bitta nabor set, bitta kompaniyamizga gubkalar. Yana mana bunday penkani yuborganimda yuzimni achishga qilib bermadi. Penka bilan pilingni adashtirib bo'lmaysizlar. Piling bu haqiqatan yuzdagi kirlarni, o'sha keraksiz nimalarni ketkazib berishda sizga yordam beradi. Bu esa bu terini namligini tortib ketmaslik uchun penka. Yuzingiz yuvganingizdan keyin ham mana solda yuvganingizdan yoki boshqa penka yuvgandan keyin teringiz tortib qoladi. Bu o'sha namlikni hech qachon yo'qotmaydi. Bu shunisidan o'zim bilaman. Avokado. Buning har xil limonki bor. Problemli yuzlar uchun mavjud. Yana shunda mana bunday sho'rtalar ham kimlardir so'ragan olyapman O'zbekistonda falan, lekin tig'i chiqib qolyapti. Bu tig'i chiqmaydi. Oyoq qo'l og'riyotgan, og'riqdan aziyat chekayotganlar yoki sport bilan shug'ullanayotganlar yoki ba'zi shug'ullanadiganlar bilamizki, travma bo'lib chiqishga moyil bo'lib turadi. Oyoq qo'l bilan sovuqlarda og'riyotganlar mana shularga qisib ishlab turadi. Mana bunday rezinkali, oyoq uchun mo'ljallangan, mana bunday tovon uchun mo'ljallangan. Bular qalin tarzda, bular qo'pol nima deydi? Buni to'qandan keyin kiygandan keyin yo'qa yoki tor kiyimlar shimlab kiyolmaysiz. Albatta, shuning uchun mana bunday demoqchi bo'ldim. Masalan, mana bu o'ta yopishqoq va to'lqin, lekin shunday ham qisib ushlab turadi. Hattoki varikozni ham tortib berishga xususiyatiga ega. Masalan, mana bu ham xuddi shunday nima deydi? Rezinkali, bu ham xuddi shunday tortib beradi. Lekin buni kiyganingizdan keyin tor shimlab kiyolmaysiz. Masalan, shimlar buni kiyganingizda bemalol kiyishingiz mumkin, sezilmaydi. Mana bular esa uyda faqat ko'chalarda juda noqulay oyoq kiyim kiyolmaysiz. Bu bilan yurishni noqulay. Uyda yurganingizda to'qib oyog'ingizni tovarni olayotganlarga yoki boshqalarga tavsiya qilish mumkin. Mana bunday rezinkali variantlar ham mavjud. Bu qo'l uchun, oyoq uchun bularning razmeri, uzunligi, enligi ham farq qiladi. Mana bunday. Yana bir narsani ko'rsatib o'tmoqchi. Mana bu narsaga ahamiyat bering. Mana bu yerda masalan rezinka mavjud. Biz bolalarimiz bog'chaga borgandan keyin ular sumkasini qo'ldan chiqaradi. Berishga bor, o'sha berishga kirgan chiqqan vaqtini belgilab qo'yadi. O'shanga berishga masalan ospayda sumkada ilib qo'yadi. Qo'shib berishga pip qilib olish mumkin. Siz buni nima ishlashingiz mumkin? Masalan, shuni kamerga yoki sumkangizga ilib qo'ysangiz, boshingiz klitchimi yoki uyning kalitimida o'sha ilib qo'ysangiz, kovlab o'tirmaysiz, axtarib o'tirmaysiz. Oldingiz ishlatish kalitingizni qo'yib o'zgarib tushadi. Yoki eng muhimi, men O'zbekistonda ko'rgandim, bir marta bolani sumkasiga ilib qo'ysangiz. Любой время bola sumkasini tashlab yerga tushmaydi. По-любому oqidan nazar. Sumkani ilib qo'ysangiz, sumkani so'rayapti. Og'zida vaqt turadi, bola tashladi, u yerga tushadi, qancha vaqt kerak. Mana bu bo'lsa, по-любому bola tulib bo'lgan taqdirda ham, otib bo'lgan taqdirda ham o'z joyiga qaytadi. Juda qulay narsa deb hisoblayman. Yana ayollarimiz uchun mana bunday qizdiruvchi prokladka. Bu ichida 5 ta bo'ladi. 5 kun podrяд qo'yishingiz mumkin. Qizdiradi. 5 soat yo'q. Ichida 5 ta mavjud va mana bunday. Nima deydi? Travali, o't o'lanli, har xil foydali o't o'lanli paketchasi bor. O'shaning prokladkani orasiga qo'yib qo'yasiz, qizdiradi. 2 soatdan 3,5-4 soatgacha qizdiradi. 5 kun podrяд qo'yishingiz mumkin. Hech qanday zararli tomoni yo'q. Bundan qo'rqmasa foydalanishingiz mumkin. Va yana qolaversa mana bunday hibishnik prokladkalar mavjud. Mana shu Koreyadan tayyorlangan uchun va yana qolaversa hozir to'y sezonlarimiz boshlandi. To'y sezonlarida hammamiz yupun kiyamiz va shu bilan birgalikda estetikamizni ko'rsatish uchun, o'z estetikamizni ko'rsatib qolsa, sog'liqni saqlash uchun, saqlab qolish uchun, sovuq bo'lishiga qaramasdan mana bunday plastiklar bor, mavjud. 50 gradusdan 60 gradusga isitadi va 10 soat ta'sirini yo'qotmaydi. Yoki mana bunday ofislarda o'tiradigan insonlar uchun mana bunday buyam qizdiradi 10 soatgacha, 11 soatgacha, даже 18 soatgacha xususiyatini yo'qotmaydi, qizdiradi. Stulingizga to'shab o'tirsangiz, issiqqa o'tirasiz. Bolalar uchun mana bunday palkalar mavjud. Koreys ovqatlar yeyishni o'rganish uchun. Qolaversa mana bunday ugrini tarkibi bilan davolaydi, sovurib quritadi, ugrini tomirini quritadi. Imенно tovoningiz og'rigan vaqtlarga mana bunday tovoningiz og'rigan vaqtlar yoki masalan yorilgan davolamoqchi bo'lgan vaqtlarga mana shunday silikonli imенно tovonchi bir juft bo'ladi. Krem surtib yoki boshqa modadan surtib yotsangiz o'sha natijasi ular. Ta'kidlab o'taman, mana bu grelkalarning hammasi bir martalik foydalaniladi. Lekin mana bular esa takror foydalanishingiz mumkin. Xohlasangiz marzinga qo'yib havoga qoldirish mumkin. Yoki bo'lmasa mikrovolnometrda 10 daqiqa qaytarib foydalanishingiz mumkin. Yana mana bunday bir martalik butun boshqa korobka mavjud. Bular 15 soatga o'z ta'sirini yo'qotmaydi va buni qanday ishlash kerak? Buni ochganingizda o'zi qizishni boshlaydi. Ochganingizni sразу foydalanishingiz kerak. Kimga nima kerak bo'ladi desa, marhamat murojaat qilishingiz mumkin. Mamnun bo'laman sizga foyda tegsa. Yana bir gapni aytishim mumkin. Mana bunday bolalar uchun o'ta foydali, homilador ayollar uchun tabiiy gormarin